Assalamu alaykum. Videokim Turkiya shahar merkezinde yangi qurilgan binada 92 metr kvadratda joylashgan Euro remont kvartirani obzorini berib o'tamiz. Lokatsiyamiz banamiz Ko'na Hamkarbank, banamiz park. Ishqilib zo'r yerda joylashgan. Marshrutdan, maktab, bog'chadan muammosi yo'q. Gaz, svet, suv bor. Ishi ko'rib turgan nomerimizda 92 kvadrat 82 ming dollar. Kvartiramizni ham ko'rib o'tamiz. Joyimizdan qismini yetib keldik. Ko'cha eshiklari zamonaviy demir eshiklar qo'yilgan, ko'rishingiz mumkin. O'zgargan. Oyoqlarimiz полностью kafel. Tellarim açık. Bir yana prixoshka shkaflar qo'yilgan. Girgida doğrudan rakamyalari, aynalari qo'yilgan. Svetlar yanib o'chadi. O'zini qurtadan sistemasi bor. Shunday koridor ig'abratni bo'lib ketgan. Bellarimiz yana dekor panellar bo'lgan. Devorlarini kartinalar ilingan. Bir chetdan ko'rib chiqamiz. 5-etaj 3 xonalı 92 metr kvadratli kvartiramiz. Bahosini aytib o'tgan, bahosi 82 ming dollar. Bismillah deb kuxniyadan boshlaymiz. Beramiz yana kuxniya joyimiz. Koridorlarning hammasi kafel, teplый pol. Bu tomonimiz laminat pol. Beramiz yana kuxniya mebellari qo'yilgan, ko'rishingiz mumkin. Patologa deyin. Gaz plitasi bor, pechkasi, vichkasi, moykasi, xodimliklari, 6 adamlık stulları qo'yilgan, polni o'zida o'tirib ovqatlansangiz bo'ladi. Bu yerda даже kirmashinlar ham qo'yilib turibdi, ko'rishingiz mumkin. Hamma narsasi bor. Konditsioner, kirmashin, xolodilnik, televizor, joy to'g'ri kelib yashidan sostenida. Tagina xolodilniklar ham qo'yilgan. Stенник yo'llari bu tarafda turibdi. Nasos дополнительный. Gazning sho'rchiklari ham turibdi. Главный domimizda gaz bor. Hozir ko'p domada gaz yo'q. Euro remont bo'lib turibdi. Patologlar ham gipsokarton, lyustralar ham zo'rna ilib qo'yibdilar. Ko'rindimi, ko'rinmadimi? Neobishni. Tak ko'chani ko'rsatib beraman. Aynadan videomiz yana doğrumuz Ko'na Hamkarbank, banimiz park bo'ladi. Chotki lokatsiyada shaharning eng zo'r lokatsiyasi desak bo'ladi. Maktab, bog'chaga, marshrutdan muammosi yo'q. Bozor ham bir adım, institutdan bir yaqin yerda joylashgan. Shikilib lokatsiyasini gap yo'q. Tak, dars o'tamiz. Bir yana devorlar kartinalar ilingan, ko'rishingiz mumkin. Bu yerda yana perolar. Bu yerda zal joyimiz, bir yana kalyonli eshiklar qo'yilgan. Suriladi. Hammasi xohlasangiz bandan ham, xohlasangiz arendadan ham ochiladi. Yengilib ham turadi. Bismillah deb ko'rib chiqamiz. Banimiz aytganimizdek laminat pol, bir yana mягкий zona ajratilgan, lyustralar qo'yilgan, konditsionerlari bor. Ko'rishingiz mumkin. TV zonalari, konsetlari polka, pastlar ham polka, orqalari dekor panel, chotga taxlangan. Ko'rishingiz mumkin. Lyustralar qo'yilgan. Perda, bir de 3 oyna tushib turibdi. Bu yerda yana spesialniy kitob o'qiydigan bir stollari bo'ladi. Endi buni ham qo'yib beradi menimcha. Bir dana stoli и stol lampasi bilan, xudo xolasa. Beramiz yana uglovaya tushgan yeri. Beramiz Hamkarbank, park, ko'rishingiz mumkin. Xalq bank ham ko'rib turibdi. Lokatsiya вообще bomba. Gilamlar tashalgan, ko'rishingiz mumkin. Laminat pol, batareyalar tashalgan, televizorlar qo'yilgan. Mümkün çok katta hatlar. Bir de detski spalnisi, bir anda sanuzeli, bir anda kattalan spalnisi buladı. Sanuzelini göremiz. Ayaklarımız kafel, полностью kafel bo'lgan, patologlar natyrnoy, rakamyalar qo'yilgan, aynaları, aristonlari, unitazlar yaxshidan qo'yilgan, bir dushvoy taxlangan, ko'rishingiz mumkin, smesителlar ham qo'yilgan, bandina sushilkalar ham qo'yilib turibdi. Oppoq eshiklar. Ko'rishingiz mumkin. Hammasi oppoq bir xil eshiklar qo'yilgan. Yanda kattalarning spalnisi bo'ladi. Ayaqtemiz laminat pol. Ko'rishingiz mumkin. Spalni komplektlari qo'yilgan. Lyustralari qo'yilgan. Shkaflar qo'yilgan. Kan tarafda yana biralar nочной. Ko'rishingiz mumkin. Ikkidana burasi. Bandina tumchkasi. Aynaları yanib o'chadi. Bu polkalar ham baqasida. Yanımız bu tarafa qarag'ayni. Ko'rishingiz mumkin. Perda ham mera qo'yilgan.
Euro remont joyimiz lüks variantda. Bahasını aytib o'tdik 82 ming, o'zi 92 kvadratda joylashgan. Endi detskiy spalnyani ko'rib o'tamiz. Bu yerda detskiy spalnyasi bo'ladi. Detskiy spalnya ham cho'tkab taxlangan. Oppoq eshik aytganimizdek, eshikdan girdik, yana 2 dana spalnya qo'yilgan. Detskiy spalnya sveli, освещенияsi, lyustrasi, потолокlar gipsokarton, 2 dana karvat aytib o'tdik. Bu yerda 2 bola uchun dars tayyorlaydigan o'zini отдельный shkaflar ham qo'yilgan. Ko'rishingiz mumkin. Shkafi, kiyim qo'yadani, pastlar ham hammasi ochilib beklanadi. Bu yerda o'tirib dars tayyorlaydilar, xudo xolasa. Bu yan tarafda yana oynasi bor. Yerimiz parkka qaragan. Hamma oynasi qaragan. 92 metr kvadrat aytib o'tganimizdan orientirimiz Ko'na Hamkorbank. Bahosini aytib o'tdim 82 ming. Kim ma'qul bo'lsa bemalol telefonlashib kelib ko'rsangiz bo'ladi. Telefon nomerini aytib o'tamiz 99 946 76 66. Kim ma'qul bo'lsa bemalol telefonlashib beraverasizlar.